podshoh huzuriga vazirni chaqiribdi. Vazirga aytdiki, seni Qo'qonga vali qilib yuboryapman, valilik vazifasini qilasan deb qo'liga muhrlangan, ya'ni rishinani berib, qarorni berib, Qo'qonni qabul qil ol, valilik senga debdi. Haligi odam vazir xursand, Qo'qonni kelib qabul qilib, Qo'qonni obod qilib, ko'chalarni asfalt hammomlar qurib, ko'chatlar ekib, yangi binolar qurib, hamma ishni qilib, obod qilib yursa, hukmrondan maktub kelibdi. Maktubni olib qarasa, vali hukmron yozibdi, men yaqin kunda Qo'qonga boraman. Menga shunday bir joydan bino qurib qo'yingki, qisr bo'lsin. Atrofidan ariqlar o'tgan, bog'roqlar, dam oladigan joylarim bo'lsin, nozi ne'matlar bo'lsin deb hukm qildi. Vali ko'rib, hukmrondan olgan xatni o'qib, xursandligidan, "O, meni podshohim, hukmronim menga maktub yozibdi" deb o'pib, qo'shqo'lga surkab, yaxshi jildlarga o'rab, naqshdor bo'lgan qutilarga solib, uyini peshtaxtasi mehrobiga olib qo'yib qo'ydi. Har kuni ertalab olib yo ora kunda olib, hukmronim maktubi deb o'pib ziyorat qilib yana qo'yib qo'ydi. Kunlardan bir kun hukmron tashrif buyuribdi Qo'qonga. Valini huzuriga kiribdi, valiga ko'p xursand bo'ldi. Yaxshi ish qilibsiz. Qo'qonni obod qilibsiz, ko'chalarni asfalt qilibsiz, axlatxonalarni yo'qotibsiz. Chiroyli do'konlar quribsiz, bog'roqlar, hammomlar, odamlarga shart-sharoitlar zo'r qilib beribsiz. Maktubimni oldingizmi debdi. Vali hukmron, oldim maktubingizni, har kuni ochib, o'qib, o'pib, ziyorat qilib, chiroyli qutilarga solib qo'yganman. O'qidingizmi? O'qidim. Maktubda yozilganini qildingizmi desa, hukmron, vaqtim bo'lmadi. Hammom qurdim, ko'cha qildim, ko'cha tekdim, hammani qildim, ertadan qilaman deb. Jallod debdi hukmron. Jallod hukmron. Valini qatl qiling debdi. Bir qo'shqondan kecha hukmron ertaga bitkizaman. Yo'q, qatl qilinib ketdi, jondan judo bo'ldi. Bu masala zardi masal. Hukmron Alloh subhanahu va taolo edi. Vali har bir erkak xonadonining erkagi uy quradi, ko'cha tekadi, bola chaqa baqadi, suv olib keladi, uyini obod qiladi. Haligi maktub hukmrondan kelgan maktub Qur'oni Karim. Jildlik bahmallarga solib, qutilarga solib, feramanda ustida mehrobda saqlab, goh-gohda olib changnatib, o'pib qo'yib qo'ya olmasdan hukmronni maktubini amalda qilish kerak. Varaqlab o'qib, Xudoga ibodat qilib, buyruqqa itoat qilish kerak. Agar qilmasdan ertaga, indinga, ahdahalatda deb rittozlik qilib o'tib ketsangiz, bir kun hukmron jallodni yuboradi Azroil alayhisalomdan. Ne tavba qiling, ne uzr so'rang, qanaqa vajlar ayting. Uyim bitmay qoldi, o'limni chiqarolmay qoldim, qizim boshqa joyda, o'lim Rossiyaga ishlagani ketdi hozir. O nimada? Novosibirda kelsa yana o'ladi emas. Azroil joningizni oladi, ketdi. Qatl bo'lasiz. Hozir yo'ling bor, yo'lingni tut, islomni ishla. Shu kun kelsa yig'lamaginki, yo'limni boshqara olmay yo'lda qoldim. Ayoqim qo'limni men orqa oldim. Gunohimni yig'ib men qo'lga oldim dema. Hozir imkoniyating borki, Alloh subhanahu va taoloning amri bilan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qilib qol. Hali kun keladi, yig'laysan, yuzim qorasin, oq aylagaysan, Muhammadni menga yor aylagaysan. So'rar vaqtida o'zing bandam degaysan, deysan. Ey Parvardigor, hozir salomatsizlar. Zo'r yuribsiz, tusga to'lgansiz, qilichsiz, kesasiz. Kun keladi, yig'laysiz, boshim yostiqdadir deysiz, kasallik, qarilik keladi. Boshingizni ko'tara olmaysiz, beldan, oyoqdan kuch-quvvat olinadi. Yotib qolasiz. Boshim yostiqdadir, jonim ketarda, tanam borib lahat ichida o'tiradi. Endi o'layapman, ey Xudo. Endi meni tanam tobutga qo'yiladi. O'zing endi panoh ber deysiz. Salomat yurganda oyoq qo'lni qadriga yetmasangiz, sizga berilgan bu omonatlarga xiyonat qilib, har tomonga urug'ingizni chachib tashlagan bo'lsangiz,
urug', na bir daraxt qoladi, ko'zingni och. Men o'rabroq gapiryapman, tushunasizlar, qo'qonliklarcha tushungan bo'ladi. Hammasi yetib borayotgandir. Shuning uchun o yigitlar, sizlar orqali men sizlarga xonadoninglarga gapiryapman bu gapni. Eshitdim ketdim emas. Yetkazing, oboring. Reklamani olib boryapsiz-ku. Qadaxona konsert ochishni, nima arzon bo'lganini, nima qiymat bo'lganini, mol bozori qanaqa bo'lganini, mashina bozori qanaqa bo'lganini, kimi qatta mashina urib ketganligini, kimi o'g'ri qanaqa bo'lganligini, buni olib boring esingizga. Bu ham sizga yangilik, undan ko'ra yaqinroq shart bo'lgan yangilik. Buni olib boring. Ulashing, bering. Kattanon bilan 1 so'm 100 so'mni nohotni ko'tarib kirib, noshta qilib oling deyapsizmi? Mana nondan, nohotdan zarur bo'lgan narsani olib keling. U bilan qonun to'sa, bu bilan iymoni ziyodalashadi. Oxiratda obod bo'ladi, mashina olib keling. Endi yeganingizdan keyin tiflab olmang, mazasiga yeting. Endi mazasini yetishlik uchun mana joy ham ishlash kerak. Bu oshqovoq, boshqovoq bo'lib qolmasdan haqiqiy aqlli uyi bo'lib qolish kerak. Haligi kompyuterda tajribasi bo'ladi oldida, matritsasi bo'ladi. Shu narsani ochish kerak mana unda. Ha deb gazinaga tashlab qo'ymasdan har xil fayllarni olish kerak. Qo'yish kerak. Ishlatish kerak buni. O qaraganingizda 2060-yilda emas, hozir ishlatish kerak. Agar nasib bo'lsa 2060 ga borsangiz. Oxiru davana alhamdulillah duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo bizlarning hayotimizni o'zi rozi bo'lgan bilsin. Qalbimizni o'ylagan maqsudimizga yetsin. Bizlarga sababchi bo'lgan ota-onamiz bor. O'tgandan rahmatingga olib qolganini salomat qil. Qilgan ishlarimizga barokat bergin. Allohsiz bugunga sababchi bo'lgan kiyotlarimizni barcha orzularga o'zing yetkazing. Allohumma va oxiru davana alhamdulillah robbil alamin ya arhamar rohim. Salomat bo'linglar. Can bilan tanishishni ta'minlashim. Ko'rib turaman. Necha soat